Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Zar radhiyallohu anhu ga aytibdilar. Yana va an ukthira min qawli la hawla va la quwwata illa billahil aliyyil azim de ko'p aytishligimga buyurdilar. La hawla va la quwwata illa billahil aliyyil azim kanzun min kunuzil jannah deganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. La hawla va la quwwata illa billahil aliyyil azim jannat konlaridan bo'lgan bir kon. 99 ta dardga shifo bo'ladi. Adanaha al-faqru deganlar. Eng ozi, kami, pasi muhtojlikka ham o'zi kifoya qiladi. Uyimda nonim yo'q, uyimda choyim yo'q, go'shim yo'q, qiynayapman, o'g'limni uylantira olmayapman, qizimni chiqara olmayapman deyotgan shaxs, muhtaram jamoat, la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azimni yuzlab, minglab, 10 minglab aytsa, Allohning rahmati yomg'irda singari oilasiga oqib ketadi. Men sizlarga ishonchman.